tez shamollaydigan farzandlar uchun juda ham zo'r mahsulot. Koren balzamimiz. Buni siz aynan iste'mollayotgan paytida burniga tomizishingiz mumkin bir tomchidan. Badanlariga surtishingiz mumkin. Bu shamollashlarni oladi. Burnidan agar tomizsangiz, tomganingizni o'zida 10 ta 15 talab tinmay aksiradi. Bu aksirishi nima hisobidan? Bu kirganidan keyin burun bo'shlig'idan kirib, mana bilasizlar, bizning burun bo'shlig'imizda mana bunday joyi bor va keyin peshonamizda ham aynan mana shu sohamizda havo, nafas olayotgan havoyimiz aynan mana shu va mana shu joyimizda saqlanib turib, iliq holga, ya'ni bizning temperaturamizga moslanib, keyin o'pkaga boradi. Va shuning hisobiga bu yerda mikroblar to'plangan bo'ladi. Agar siz koren mahsulotidan bir tomchidan burningizga tomizsangiz, bu avval mana shu joyingizdagi va keyin peshona qismidagi havo to'planadigan joyga borib, u yerdagi mikroblar bilan kurashadi va mana shuning hisobiga 10 ta 15 talab tinmay aksiradi. O'zingiz uchun ham sinab ko'ring. Agar sizni burningiz tez tumov bo'ladigan bo'lsa, koren mahsulotini tavsiya qilaman. Bitta olib sinab ko'ring, keyin klientimizga aylanib qolasiz.